Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan Nartezin kabi burunni ochuvchi preparatlarga o'rganib qolish va medikamentoz rinitlar haqida gaplashamiz. Medikamentoz rinitlar ma'lum bir dori vositalarini uzoq muddat qo'llash yoki noto'g'ri qo'llash natijasida burunni surunkali bitish holatidir. Bu kasallikka asosan burunni ochuvchi preparatlar Nartezin, oksimetazoline, ksimotazoline kabi preparatlar sabab bo'ladi. Bu dori vositalarini boshqacha dekongestantlar deb ham yuritiladi. Allergiya yoki gripp kabi kasalliklar xuruj vaqtida ko'p holatlarda bemorlarda burni bitib qoladi. Burun bitish vaqtida burunni ochuvchi preparatlar, ya'ni yuqorida aytilgandek dekongestantlar qo'llaniladi. Bu preparatlarning yaxshi tomoni burun tomirlarini, shilqavatlarini, burun tomirlarini tezda toraytiradi va burun tez ochiladi. Shuning uchun yaxshi samara beradi. Bu preparatlarda dekongestantlarni to'g'ri qo'llanganda xavfsiz deb hisoblanadi. Biroq noto'g'ri qo'llash rikoshet sindromiga, ya'ni burunni qayta yana ham kuchliroq bitishiga, bu jarayon uzoq davom etganda esa medikamentoz rinitga sabab bo'ladi. Medikamentoz rinitlarda to'liq kelib chiqish mexanizmi hali topilmagan. Lekin bu kasallikka xulosa qilish uchun birinchi o'rinda asosiy kasallik qayerda tugab, medikamentoz rinit qayerdan boshlanishini, simptomlarni to'g'ri xulosa qila bilish kerak. Yuqorida aytganimizdek, medikamentoz rinitda surunkali burun bitishi kuzatiladi. Bemor burunni bekilishini bartaraf qilaman deb burunni ochuvchi preparatlar, Nartezin kabi preparatlarni to'xtovsiz qabul qilishda davom etadi va har doim dozani oshirib boradi. Bu esa uzoq davom etganda burunda rinitga, ya'ni dori sababli yuzaga keladigan rinitga sabab bo'ladi. Burun bitishi allergik rinit bilan kasallangan bemorlarni 30% da, noallergik rinit, ya'ni infeksion rinit bilan og'riydigan bemorlarni 90% da kuzatiladi. Garchi burun bitishi juda xavfli holat bo'lmasa ham, undagi qo'shimcha simptomlar hisobiga bemorning hayot sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Surunkali bosh og'riqlari kuzatiladi, yuz va quloqdagi og'irliklar kuzatiladi, yo'tal, xurrak otishi, uyquni buzilishlari, doimiy charchoqlar kuzatiladi. Bu albatta burundan yaxshi nafas ola bilmaslik bilan bog'liq. Jarayon uzoq davom etganda hid bilish buziladi. Ba'zida og'izdan yoki burundan badbo'y hid kela boshlaydi. Medikamentoz rinit faqat burunni ochuvchi preparatlar hisobiga emas, davleniyani tushiruvchi, yurak ritmini nazorat qiluvchi beta-blokatorlar, bundan tashqari psixoaktiv moddalar, kontraseptiv preparatlar hisobiga ham yuzaga kelishi mumkin. Medikamentoz rinitlar uchrashi bo'yicha yoshlar va o'rta yoshlilarda uchraydi. Ayollar va erkaklar o'rtasida uchrash foizi bir xil. Turli xil baholash mezonlariga ko'ra klinikalarga murojaat qilgan bemorlarni 1% dan 9% gachasida medikamentoz rinit ko'rilgan. Medikamentoz rinitda burun devori shilqavatlarini qarshiligi ortadi. Burunda qiyshiqliklar yuzaga keladi. Bir teshik bilan keyingi teshikni o'tkazuvchiligida farq bo'la boshlaydi. Shu ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki, medikamentoz rinitdagi bemorning shikoyatlari subyektiv emas, balki obyektiv bo'lib, burunni o'tkazuvchanligi jiddiy pasayadi. Burunni ochuvchi preparatlar yoki boshqa preparatlar burun shilliq qavatini va burun shilliq qavati ichkari tomonda joylashgan bazal plastikani o'zgartiradi. Benzalkoniy xlorid bu modda burunga sepiladigan spreylar ichida ko'p qo'llaniladigan konservant bo'lib, bu konservantni qo'llashdan maqsad burunga sepiladigan preparatlarni bakterial ifloslanishini oldini oladi va preparatni saqlash davomiyligini uzaytirib beradi. Ammo bu modda burun shilliq qavat uchun potensial zararli xususiyatlari ham bor. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, benzalkoniy xlorid qo'shilgan burun spreylari qo'llanilganda burundagi shishlar, burun bitishlari soni keskin ortib ketgan. Bundan tashqari, burunda mukosiliar kliniyasini buzib, burunda shilliq qavatini funksiyasini zararlagan. Shu bilan birga bu moddani terapevtik dozalarda xavfsiz deb hisoblanadi va qo'llaniladi. Yuqoridagilarga qo'shimcha qilib shuni aytish mumkinki, burunni ochuvchi preparatlar to'g'ridan to'g'ri burun shilliq qavatini zararlaydi.
Bundan tashqari bu preparatlarni har ishlatganda samarasi kamayib boradi. Ya'ni shilliq qavat bu preparatlarga nisbatan sezgirligi kamayib boradi. Bu esa preparatni qayta uzoq qo'llanishiga sabab bo'ladi. Yana yuqorida aytganimizdek, bu jarayon kasallikni og'irlashtiradi, jarayonni murakkab holatlarga keltirib qo'yadi. Endi bu holatni davolash haqida qisqacha gaplashamiz. Medikamentoz rinitlar surunkali kasallik bo'lish bilan birgalikda burunga sepiladigan spreylarni to'g'ri nazorat qilish va to'g'ri klinik yondashuv orqali tuzatsa bo'ladigan kasalliklar guruhiga kiradi. Davolashda asosan burunga sepiladigan burunni ochuvchi spreylarni asta-sekin dozasini kamaytirish, shu bilan birgalikda burun ichiga ishlatiladigan ingalyatsion glyukokortikosteroidlar, steroidlar, ya'ni mometazon kabi preparatlarni qo'llash boshlanadi. Yana qo'shimcha ravishda burunni tuzli eritmalar bilan yuvish, ba'zan esa qisqa muddatga umumiy sistem ta'sir qiladigan glyukokortikosteroidlar qo'llash mumkin. Ba'zan shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, hamma qilinadigan dori bilan davolash ishlaridan medikamentoz rinit tuzalmaydi. Kasallikni jilovlash qiyin bo'ladi. Bunday holatlarda albatta operativ davo zarur bo'ladi. Yuqoridagilarga qo'shimcha sifatida shuni aytish mumkinki, burun shilliq qavatini yaxshilash, burun shilliq qavatini mukosiliar klirensini yaxshilash maqsadida, shilliq qavat funksiyasini yaxshilash maqsadida gialuron kislotasi ingalyatsiyalari ham qo'llaniladi. Gialuron kislotasi ingalyatsiyalari qo'llanilganda burunda shilliq qavatidagi yallig'lanish pasayadi. Shilliq qavatning holati joyiga keladi. Shilliq qavatni to'g'ridan-to'g'ri dekongestantlar, ya'ni burunda ochuvchi preparatlarga nisbatan qaramligi pasayadi. Endi oldini olish haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Har qanday kasallikni davolashdan ko'ra o'zingiz bilasiz, oldini olish yaxshiroq. Oldini olishda nima qilish kerak? Burunda ochuvchi preparatlarni imkon qadar 5-7 kungacha bo'lgan muddatdan uzoqqa qo'llamaslik kerak. Imkon qadar dozaga amal qilish kerak. Bir kunda 2 mahal deyilgan narsani 3 mahal, 4 mahal qo'llab, jarayonda yana ham murakkablashtirmaslik zarur hisoblanadi. Shu bilan birgalikda burunni ochuvchi preparatlariga ehtiyojni keltirib chiqarayotgan asosiy burun kasalligini topish va uni bartaraf qilish kasallikni kelib chiqishini profilaktikasida asosiy ahamiyatli bo'lib hisoblanadi. Azizlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.